Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilar. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 3 ta 2 qanotli eshik va 2 ta rom o'rnatganmiz. Ekopen Karishneviy paket oynalar bo'ldi, 2 qavatli. Ishqalarni ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Jigarrang. Ekopen yaxshi hozirgi paytda zo'r chiqayotgan profillardan ijrochilar Xudo xolasa zo'r chiqqan. Doimiy ruchkalar. Suratskilarni qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin mana. 3 ta kaltlar bo'ladi. Paket oyna divoyni. Bu romi. Ispaniylar ham chiroyli qo'yilgan. Qurolli jo'jalar zo'r chiqqan, xudo xolasa. Toza ruchkalar qo'yganmiz. Romimiz razmeri keladigan bo'lsa, eni 1.60, bo'yi 1.44, 3 ko'zli besparangga qo'yganmiz. Romlarimiz 1.600 dan tushdi. Paket oyna, eshiklarimiz esa 2.200. Pastlar arkafon. Mana ko'rsataman hozir. Hammasini ijrochilar zo'r chiqqan. Sharir ruchkalardan qo'yganmiz. Petlari ham shundan bo'lgan. Hozir ozgina qorong'iroq ekan. Bulardan razmerlari eshiklari 1.20 ga, bo'yi 2.30, besparangga qo'yganmiz eshiklarni ham. Pastlar ortaqon. Bu turada eshigi. Eshiklar razmerlari vashti bir xil. Romi ham, shu romlari 1.60 ga 1.44. Buni ham o'rtasidan bittadan ochiladi. Romlardagi spangilet 60 li spangiletlar qo'yilgan. Bitta ham chiqqan. Oynalari divan oyna yodviga oq bo'ldi. YouTube'dan ko'rib telefon qilishdi bular ham. Chiroyli qilib qo'yib berdik. Vodiy bo'ylab chiqyapmiz. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab beramiz. Nomerlarimizni ilojim bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa qila olasizlar.